Ilohim yurtimizda odamlarning oqibatiga ko'z tegmasin. Kelinglar azizlar, hozir bizga ham oqibat qilib, mana shu sizlarning ko'nglingizni xushlash uchun shu vatanimizdagi yurtdoshlarimizga xizmat qilaman deb yaxshi niyatda qo'llariga soz olib qo'shiq aytishga hozir nozir bo'lib turgan ajoyib do'stimizni chaqirsam. Yana bir tomoni, siz u bizni bugun diydor ko'rishimizga sabab mana shu bir ajoyib korxona, shanson ovozi O'ktamjon Kamolov. Yigitmisan, yigit. Ofitserlar haqida ham qo'shiq aytgan, lekin bugungi qo'shiq boshqa mavzuda. Siz u bizning oqibatimiz haqida. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammalarga fayzli oqshom tilayman, xush kayfiyat tilayman. Topay desang muruvvat, oqibat qil oqibat. Ko'rmay desang uqubat, oqibat qil oqibat. Birov molin talashma, qilma nozu karashma. Sen o'zbeksan, adashma. Oqibat qil oqibat. Xalqimizda bir maqol bor, yoningdan oqqan suvni qadri yo'q deyshadi. Ilohim doim bir-birimizni qadrlab, hurmat qilib, qadrimizga yetib yashaylik. Ayniqsa ayollar. Kim atir gul shaydosi, kimga lola yoqadi, kim yonida gul turib, boshqa gulga boqadi, o'zga gullarga boqib, ranjitmaginda guling, qara qanday ajoyib, uydagi atir guling, o'zga gullarga boqib, ranjitmaginda guling, qara qanday ajoyib, uydagi atir guling. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Yantoq ham yaqinroqda ko'zingga, goho chiroyli bo'lib gul ko'rinar ko'zingga. Chiroyga ishonma, chiroy ham bir ko'zgacha, uydagi atir gulning hidi baribir o'zgacha. Chiroyga ishonma, chiroy ham bir ko'zgacha, uydagi atir gulning hidi baribir o'zgacha. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Bir ochilgan gulning ifori hech o'lmagay, bog'boni yaxshi bo'lsa u gul aslo so'lmagay. Har bir ochilgan gulning ifori hech o'lmagay, bog'boni yaxshi bo'lsa u gul aslo so'lmagay. Gulga qarasang gulda, sevib asrasang gulda, baxt omad kulib turar uydagi atir gulda. Gulga qarasang gulda, sevib asrasang gulda, baxt omad kulib turar uydagi atir gulda. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan, yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan. Yoningdan oqqan suvni qadri yo'qmikan.
O'ktam Kamolov. Endi mehmon san'atkor deb qo'yay. Mehmonga osh qilib berish kerak, biz choy qilib beramiz, joy qilib beramiz. Omon bo'ling. Gitarani bandachilikni bajo keltirdingizmi? Yo'q, san'at qurbonsiz bo'lmaydi. Ola qoling. Gul mengami? Ya, choy ichib turayman, olib borib beraman, qo'liga beraman. Nima javob? Javob. Nomi qanaqa edi? Uzoqdagi gulda ham bor o'sha tikan. Yoningdan oqqan suv loyqam ekan. Ajoyib qo'shiq. Shu gul sizniki ham men ham qo'shiq aytib o'raman. Mana qarang, nimaligida hofizni gulini olgandan keyin qo'shiq aytadigan bo'lib qoldim. Qana nima qildi men aytib o'raman. O'zim she'rim. Bitta simsiz. Nuqul menga kelganda shunaqa bo'l. Ketdi, ha. Seni eshigidan tepib haydaganlar, eshigingni tepib kiraman derlar. Yo'lini qidirib, mendan to'n qidirmay faqat. Ko'nglingga kirib, timirskilabasta qalbingni yerlar. Achchiq so'zlarimdan ranjimang do'stlar. Ko'p bora ko'rganim aytyapman sizga. 200lamalik og'ir kasallik. Allohim bu dardni yo'latma bizga. Ana bu. Ma'nosini aytib qo'ydi. Meni ham qalamim bor, sizni ham qalamingiz bor. Agar ishonmasangiz, ketgan bo'lsangiz, shu hozir siz birorta qo'shiq to'qingda, shu davomini men shuni aytib ketiraman. Xohlagan mavzuyingizda. Nima mavzuda bo'lsa? Nima mavzu? Misol uchun qanaqa mavzu bo'lishi mumkin? Misol uchun deylik, qanaqa mavzu? Rahmat. Yarashmayapti qo'lingizga qo'ying. Mahmoq qo'llarga yarashmas. Gul. Ya, hazillashaman. Mavzu nima? Mana misol uchun deylik, bitta she'r bordi. Uyda agar xotin bo'lmasa degan mavzuda birorta qo'shiq to'qing, davomini aytaman. Uzr, O'ktamjon, hozir uyda xotiningiz bormi? Bor. Menda yo'q. Uyda xotinim yo'q. Chunki tomoshada o'tiribdi-da. Uyda agar xotin bo'lmasa, boshlang, davom etaman. Soqqa bosh deb noming ketadi. Uyda agar xotin bo'lmasa, kerak bo'lsa toming ketadi. Uyda agar xotin bo'lmasa, o'choqqa o't yoqib qolasan. Uyda agar xotin bo'lmasa, kelmay qol, boshqadan aytaylik. O'choqqa o't yoqib qolasan. Uyda agar xotin bo'lmasa, tuxumingni chaqib qolasan. Uyda agar xotin bo'lmasa, tuymoq qiladi, erkaklar boshqa hech narsa qo'ldan kelmaydi. Zo'r ijod qilsak bo'lar ekan kelamiz. Kiyimlaring doimo g'ijim. Qaytadi. Shimlaring ham bo'ladi g'ijim. Uyda agar xotin bo'lmasa, zato tinchsan, o'tirasan jim. Uyda agar xotin bo'lmasa, yana aytgisi kelyapti. Bo'sh kelgisi kelmayapti. Yaxshi. Toping. Kulishingiz chiroyli ekan. topganingni ichib qo'yasan. Uyda agar xotin bo'lmasa,
Yo'q, boshqatdan qaytaring. Topganingni ichib qo'yasan. Uyda agar xotin bo'lmasa, borlig'ingdan kechib qo'yasan. Uyda agar xotin bo'lmasa. Qarang, o'zi ikkalamiz yulduzimizga to'g'ri keldi. Kerak bo'lsa, hozir ertalabgacha davom ettirishimiz mumkin. Uyda agar xotin bo'lmasa. Qarsakillanaylar, O'ktam Kamolov. Rahmat. Kelganingizga rahmat. Uyda doim xotinlar bo'lsin. Rahmat bolam, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizning oilalarimiz tinch, mustahkam. Hamma o'zbekning oilalariga havas qiladi. Sababi nima? Sababi sizdek nasihat qiladigan, mana qarang, sahnadan ko'rinib turibdi, tomoshaxonaga kelgan qancha onaxonlar bor. Ma'noli nasihatlar qiladigan onaxonlarimiz bor. Shu nasihatlarni quloqiga iladigan biz farzandlarimiz bor. To'g'rimi? Zo'r nasihatlar qilasizlar. Mana ishonmasanglar, mana so'rashim mumkin. Pastroga tushib, mana onaxon, siz nima deb nasihat, qizingiz chiqarganmisiz turmushga? Voy, xola yaxshimisiz? Qizingiz chiqarganmisiz? Akmaljonning onasiman, Ibragimov. Ha, Akmaljonni. Sanlar keting. Chunki men institutda birinchi urgan bola shu. Boringizga. Mana xola, siz turmushga chiqarganmisiz farzandingizni? Chiqarganman. Nima deb nasihat qilgansiz? Deb nasihat yaxshimisiz? Zo'r nasihat ekan. Desa, u ham nima deb nasihat qilgansiz? Ayting. U ham yaxshi nasihat ekan. Mana tortdi xolam. Shu choldi rolni o'ynaganimdan beri onaxonlar meni tortadigan bo'ldi. Ho'p, xola. Ammo zo'r nasihatlarga menga yo'qdi. Men ham bolalarimga shunaqa nasihat qilaman. Ana shu tushgan joying seni uying. Sen bu yerda uying yo'q, biting haqqing yo'q bu yerda. Tur yo'qoldim. Tushdi uying bor, ana shularni uyi bu. Ana shu tinib tinchib ketgan deb. Tinib tinchigan. Bo'lmasa o'zim tinchdaman. Voy, zo'r nasihatlar qilgan. Haqiqatan bizga mana qizlarga nima deb nasihat qilasan? Hozir. Mana turmushga chiqarganmiz farzandingizni? Albatta. Nima deb nasihat qilgansiz? Nima deymiz? Baxtli bo'lsin. Shu borgan joyida Tinchigan Siz turmushga chiqarganmiz qizingizni? Yo'q, o'zi yaqinda chiqibsiz. Ana, siz turmushga chiqib Buzur aka. Assalomu alaykum. Turmushga chiqarganmisiz? Ahmad 3 ta qizimni chiqargan. Qarang, nima deb nasihat qilgansiz? Tushganim bilan qo'sha qaragan. Arif yelgan yuzir. Yana-chi? Xo'jayinlaringni uyingdagi xo'jayinlaringni bitta xo'jayin bo'ladi, xola. Inshaalloh tamom. Xolos ham qizingiz chiqarganmisiz? Nima deb nasihat qilgansiz? Juda chiroyli nasihat qilgan ekansiz. Nima deb nasihat qilyapsiz? Borgan joyingda toshma. Toshdek zo'r nasihatlar qiladi bizning xalqlarimiz. Mana qancha mehmon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Lavay. Ikki og'iz gapimiz bor. Ikki og'iz o'zimda ko'p gap. Xitoyli o'rtog'im kelgan. Xitoyli. Mayli. Qayerdan? Urumchidan. Urumchidan bo'lsa qana o'ringchi. Havas qilib keldik. Xitoydan keldingizmi? Aylanib ketay. Sizga. Rahmat. Qarsagilar. Qilib yuring. Rahmat. Yana nima bo'lay? O'zbekiston xalqini xursand qilib yuring. Rahmat. Osisi. Xo'sh, yo'limdan. Haqiqatan tansoqchilar. Ko'shki menda birorta tansoqchi bo'lsa. Bizkilar yaxshi nasihat qiladi. Qanaqa nasihatlar qiladi? Nima yo'ldingiz? Yerda turmasin bo'ldi. Nima deb nasihat qiladi? Qarang, bizni onalarimizni purma'no nasihatlarni aytar ekan. Jon qizim, borgan joyingda baxtli bo'lishni xohlasang, borgan kuningdan boshlab o'sha joyni sen o'zingni cho'risiman deb e'lon qil. Ular seni qulingga aylanadi. Прямой hujummasda bokovay. Yana aytadi, aylanib ketay qizim, baxtli bo'lishni xohlasang, eringni ko'zi bilan burniga ehtiyot bo'l. Yomon narsani ko'rmasin, burniga yomon hid kirmasin. Qarang, ozodalikni o'rgatyapti.
Jon qizim, hammasini yelkangda ko'tarib yurgin, ular seni boshiga ko'tarishadi. Nasihatlar zo'rligini qarang. Aylanib ketay qizim, eringni oshqozoniga hushyor bo'l. Erkak kishining ko'ngliga eng yaqin yo'l cheres oshqozon. Bolam, eringni mehrini qozonishni xohlasang, hech qachon farzandlaringni eringni oldida urma. Ko'ngli sinib qoladi. Qarang, zo'r ma'noli nasihatlarimiz. Hozir zamonaviy nasihatlar ham chiqibdi. Zamonaviy nasihatlar bunday ekan. Qizim, yerga teyyapsan, yerga tegmayapsan. Eringni topdama. Yana o'zing bilasan. Eng asosiysi iPhone telefonini tashab ketdi. iPhone bilan ketganlar tashvish bilan qaytyapti. Ana kecha Mahfirat qizi qaytib ketdi. Voy, 3 oy bo'lmaganda hali ketganda iPhone tashvish bilan qaytib ketdi. O'zi qaytib ketdi, lekin iPhone qaytmabdi. Qiymatga oldi bechara. Aylanib ketdi, jon qizim. Voy, yana nasihat bor, qanaqa qilay aytsam ekan? Ha, eng asosiysi eringni urma. Voy, u seni akang yoki ukang emas, bolam. Ehtiyot qil. Urma. Keyin hech narsani sindirma o'sha xonadonda. Uyda sinmagan narsa qolmadi. Qo'polsan. Qulog'ingga mashina qo'ysa hech narsani eshitmay qolasan. Qaynating qattiq qo'l ekan. Bitta piyola sinsa 1 oylik oyligini olib qo'yar ekan. Yangi ishga kirding, bolam, o'zingga ishlatdingmi? Yana buni jo'natirasan. Nasihat qarang bolam. Voy bolam, sindirma hech narsani jo'natibdi-da. Ana endi 1 oydan keyin o'sha xonadonda tadbir bo'libdi, tadbirdan keyin kelin idish-shovi yuvish kerak. Endi xafa bo'lmanglar, yosh qizlar, singillar, opa-singillar, ayollar. Shu ayollar qulog'iga naushnik taqib ishlamasa o'lib qoladi, yuradi. O'lib qoladi. Toshku quloqdan kelayotgan qo'shiqlar mumtoz qo'shiqlarimiz bo'lsa, bir narsani esdan chiqarmanglar. Mumtoz qo'shiqlarimiz odamning ruhini davolaydi. Ana qo'shiqlar egovlaydi. Hozir 15 minut turay, hamma chiqib ketadi. Boqmayaptimi? Boqmayapti. Ana mumtoz qo'shiqlarimiz qanaqa zo'r, qarang. Uy supurayotganda, ma'nosi ham to'g'ri keladi. Qaysi qo'shiq? Fonkin gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. Zato changimaydi. Butun mahalla changib ketadi. Yoki ana qo'shig'imiz qanaqa edi? Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar. Qalay. Qo'shiq mayli, ovoz qalay. Bu qishloqdagi ayollar ham sigir boqayotganda mumtoz qo'shiqlarimizni eshitsa bo'ladi-yu. Qaysi qo'shiq? Qaysi to'g'ri keladi? Misol uchun, sigirga qarayapti. Nargis chehra hayolimda sigir turibdi. To'g'ri keladi. Nargis chehra oromjon ko'zlaringda yashar. Mah deb o't solsa bo'ladi-yu. Haliga kelinam qulog'ida naushnik ishni boshlabdi-da. Qulog'ida paqa-paq. O paqa-paqni eshitganingizga o'ynamaysan, tura olmaysan, oyoqlar sinib ketadi, ketib qoladi. Paqa-paq. Hib kelinam aynaqasiga paqa-paq qilib idish-choqlar yuvib, piyalalarni yuyotganiga bitta piyala shundoq qo'lidan chiqibdi-da, lazgiga tushib, mana u mazgini oldan tepaga chiqib, bunaqasiga aylanib to'xtatdi, yerga paqa-paq etib sinibdi-da. Kelin pinegini buzmasmi? Bir oylik nima qildi? Men singan piyalani olib axlatga qarab, yanvardi botib olibdi. 1 oylik ketgan. Yana ozginadan keyin bitta paqa-paq qilgan ekan. Fevral, mart, avjiga chiqqan aprel, may, sentyabrga yetib ketdi. Bir yo'li bo'lsa deb bitta aylanib 5-6 tani sindirib, oktyabr, noyabr, dekabr shunday otayotgan ekan. Qaynatam aynaqasiga turgan ekan lazgi. Voy, o'yinga tushasizmi? Voy, dadajon, assalomu alaykum. Voy, shu yerdami deysiz? Voy, qachondan beri shu yerdasiz? Yanvardan beri mana shu yerda turibman.